To'lqin aka, Aziz opa yosh tomoshabinlar teatrida o'g'il bolaning rolini ijro etib yurgan payt, siz Aziz opani qanday topib oldingiz? Keling suhbatimizni mana shu joydan boshlasak. Garajda ishlardim. Shu garajdan meni shu 68-yili hozirgi Abrashlar teatriga Shakir qilib jo'natishdi. Bu kishi ham o'sha yerda ishlardi. Yosh, endi ijodga kirib kelgan spektakllarga jon jahdi bilan mana berilgan payti. Keyin uni bir yoqqan tarafi shuki o'zi ham chiroyli edi, ham uzun sochlari bor edi. Voy, chochin nima qiladi gapirib bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, To'lqin aka sevgi qissasining eng go'zal sahifasini ochganida Aziza opa mavzuni o'zgartirib yubordi. Ha, bu sochlarning armonlari bor. Bu sochlarda muhabbat yashardi. Ammo teatr, yangi rol, rejissyor iltimosi-yu zamonaviy yoshlar timsolini yarataman deb tunday qaro, quyuq sochlarni Iltimos. Biroz jim bo'ling. Bu qandoq bo'ldi? Baqirib gapirmang iltimos. Nima? Bizni eshitadi deb o'ylaysanmi? Baribir.